Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mehmonimiz Bobur aka Qilichev. Chiroyli rasmlarni qildik, lekin mingta xato ichida chizmalarda, chunki opti yo'q, tushunishi yo'q, Mijozga quloq solib faqatgina o'sha rasmni ko'chirib berish. uyni qadriyatlarini tushunmaydi. Ko'proq nimaga ahamiyat berasiz? Sizni uslubingiz yoki sizni yo'nalishingizda ishlashni xohlaganlar. Yurasiz, qaraysiz, o'zingizga savol berasiz. Nima uchun xonlarni shunaqa qurgan? To'g'ri, gap tuzolmaydi. Сообщениеda. Ko'proq o'qish kerak, ko'proq izlanish. Olish kerak bu nakopительный effekt. Uylarni buzmasdan, aholilarni ko'chmasdan, 30 kun, 40 kunlab ishlagan narsamiz bir tiyin bo'lib ketardi. возможности ko'p bo'lgan boy odamlar keladi. Neformalniy bu, ana bizda galstukimiz yo'q, anaqamiz yo'q, ana suv ichyapmiz, gaplashyapmiz, erkin gaplashamiz. Assalomu alaykum podkastimiz kuzatuvchilari. Bugun uzoq kutilgan mehmon, qaytarilmas ijodkor, milliy arxitekturani zamonaviy ko'rinishga keltira olgan mutaxassis Bobur aka Qilichev. Bobur aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat. Sizga bo'lgan qiziqish, ijodingizga bo'lgan qiziqish juda ham baland. Endi bizlarni birinchi marta ko'rib turgan odamlar bor, shuning uchun har doim so'raymiz. O'zingiz tanishtirsangiz. Men doim xursandman. Qachonki universitetmi, institut chaqirsa, doim xursand, yo'q deyishga harakat qilaman. Doim boraman uni yaqinda. Toshkent arxitektura institutiga ham bordim. Ismim Bobur Qilichev, arxitektor. Ark Architects byuroni asoschisiman. Ma'lumot uchun Bobur aka ustozzoda, ya'ni Zoirshoh Qilichev farzandlari. Zoirshoh aka uzoq yillar davomida Buxoro arxitektori bo'lib ishlaganlar. Buxoroda ko'plab loyihalarni amalga oshirganlar. Umuman o'zi olib qaraganimizda Buxoro arxitekturasi deganimizda ilk yuzlashimiz kerak bo'lgan mutaxassis hisoblanadilar. Bobur aka, bu otangizlar baribir arxitektor bo'lganlar, ijodkorlar. Qanaqa ta'sir bo'lgan sizni hayotingizda? Aynan arxitektor bo'laman degan vaqtingiz qachon yetib kelgan? O'zi asli faqat otam emas, onam ham arxitektor. Ota-onam arxitektor. Bu juda ham ta'siri katta, естественно. Bu даже именно arxitektor bo'lish emas, bu uyda bolaligidan atmosfera, определенный atmosfera bo'lgan. Juda ham ko'p kitoblar bo'lgan, tarix haqida, madaniyat haqida, arxitektura, restavratsiya haqida. Bular ham katta anaqasi bor, ta'siri bor. Men hozir уже katta bo'lganimda buni tushunaman. Masalan, bolaligimda kitob o'qishni yaxshi ko'rmadim, lekin rasmlarni ko'rish juda yaxshi ko'rardim. O'sha zerikish paytida nima qilish kerak? Kitoblar turadi, ochasiz, bu antichniy istoriyami, nimadirmi, qanaqadir periodlar, har xil periodlar. Ko'rasiz, har xil fotografiyalar, rasmlar, arxitekturni, arxeologiya. Просто miyaga qoladi shu narsa. Keyin 20 yildan keyin, 30 yildan keyin qanaqadir rasmlar chiqadi. Shunaqa. Shu katta ta'siri. Keyin естественно arxitektorlar bo'lganda men qurilish borganman, stroykalarda bo'lganman. Lekin imni arxitektor bo'lishni bolaligim paytida o'ylamaganman. Xudojnik bo'laman o'ylagan, yana kimdir. Demak, yoshligingizdan ijodga baribir qiziqqansiz. Rasmga qiziqish bor edi, rasmga. Eskishaharda tug'ilib o'sganman, Buxoroda. Bu ham qanaqadir ta'siroti bor. Ota-onam anaqa arxitektor, restavrator. Imni arxitektor emas, fokuslari restavratsiya edi. O'sha payt bu 90-yillarda restavratsiyada ahamiyat yo'q edi, davlat tomonidan kam edi. Otam men bilan borganman, kichkina bola edim, masjidlarga borgan, eski hovlilarga, odamlar просто bir tiyinga sotib ketgan uylar bor, eski uylar, shunga borgan, bu ham qanaqadir ta'siroti bor. Уже katta bo'lganimda institutga borish kerak, shu payt o'ylab qoldim. Ikkita направленияni o'yladim. Birinchisi bu diplomatiya. Chunki tarixga qiziqish bor, tillarga qiziqish bor. O'yladim, diplomatiya menga qiziq bo'ladi deb o'yladim. Arxitektura, ikkita anaqadan tanlash kerak edi. Keyin o'yladim, diplomatiyaga borsam agar, u faqat bitta yo'nalish, davlat ishi. Shuning uchun o'yladim, yo'q, arxitekturaga boraman. Balki nimadir boshqa joyga keyin boraman. Bu tomonga baribir asos, arxitektura asosi yaxshi bilim beradi. Shunga arxitektura institutiga kirdim shunaqa. Shu bilan demak, oilada hech kim sizni zo'rlamagan, o'zingiz yetib kelib, o'zingiz tanlagansiz. Shunaqa. Lekin ota-onam tavsiya bergan, arxitektura borsang agar senga oson bo'ladi. Chunki bizda kitoblar bor, nimadir bor. Keyin xohlasang boshqa yo'nalishga ketasan. U shunaqa kasbki debki, shu injener ham bo'lib mumkin, yo quruvchi bo'lish mumkin, yo rassom bo'lish mumkin.
и так далее. U anaqasi juda ham katta diapazoni. Arxitektura o'zi hamma soha bilan bog'liq, chunki Shunaqa. qanaqa loyiha bo'lsa, loyihalashtirganda o'sha sohani bilmasa qiyin. Shunaqa. Даже o'sha institut payt o'qiganimda men ikkinchi kursdan как grafический dizayner bo'lib ishlagan. Logotip chizganman, qanaqadir vizitkalar, blanklar, shunaqa narsa. То есть fikrlar yo'q edi, shu imенно arxitekturaga boraman. Grafический dizayner bo'lib ishlagan. И уже sekin-sekin ketdi. Birinchi loyihangizni eslay olasizmi? Konkretni bitta birinchi loyiha yo'q. Bu tsepotchka qanaqadir bor. Chunki men talaba bo'lgan paytimda ota-onalarimga yordam bergan как vizualizator. O'sha payt endi chiqqan kompyuterda grafika programmalari chiqqan. O'shanda men yordam bergan. Bu universitet payti emas, institut Universitet payti. paytida. Universitet paytida. Birinchi, ikkinchi kurs o'qigan paytda. Keyin taxminan shu paytlarda qanaqadir уже как frilanserman ishlagan, как grafический dizayner, logotiplarga qiziqish, grafika, kompozitsiyaga shunaqa narsalarga ishlaganman. И bitta proyekt qilganimizda bitta klientimiz aytdi, "Sen arxitekturani o'qiysan-ku. Men kvartira olgan, shuni proyektni chizib berasanmi?" "Ha" dedim, "Beraman." Hatto opit yo'q edi. Shu bitta do'stim bilan shu bitta Birinchi zakazingizda. birinchi zakazim, mustaqil birinchi zakazim bu dizayn interior kvartira. Toshkentda bu anaqa Gabus novostroykasida, o'sha payt Gabus nomer 1 edi, elitni. Biz 3-kursmi shunaqa o'qigandik. Shu proyektni oldik. Chiroyli rasmlarni qildik, lekin mingta xato ichida chizmalarda, chunki opit yo'q, tushunish yo'q, injenerkasini, elektrikasini, boshqasini. Hozir o'ylab shuni xulosaga kelyapsiz. O'sha paytda yaxshi tuyulgan. Shunaqa, shu birinchi anaqa proyekt shu edi, dizayn kvartira edi. Endi shu paytgacha bo'lgan loyihalaringiz ichida ko'nglingizdan joy olgani, eng yaxshi ko'rganingiz qaysi loyiha bo'lgan? Hozirgacha bo'lsa, har bir oxirgi proyekt bizga eng anaqa qadrli. Hamma arxitektorlar javobi bir xil, har doim o'zim rivojlanib borishim kerak, har bittasi yoqadi deb. Chunki har bitta loyiha farzandiga ustida ko'plab ishlanadi. Energiya berasiz, mehr berasiz, uxlaysiz, tushga kiradi u proyektlar. To'g'ri. Shuning uchun ham vaqt kerak, u birdaniga bo'lib qolmaydi. Loyihaga pishib yetilishi kerak. Bobur aka, endi baribir mana aytyapsiz, birinchi proyektlarimda ko'p xatoliklar bo'lgan. Shu paytgacha qilgan proyektlaringizda bitta katta xatoni eslay olasizmi? Balki u nima deydi, texnik xato emasdir, mashina qilsam, mashina bekorga qildimmi deb qo'yib yuborgan joyingiz bo'lganmi? Ko'p shunaqa vaziyatlar. U boshida birinchi proyektlarni qilganimizda hali konstruksiya пониманияsi yo'q edi. O'sha injenerniy structure engineering, то есть konstruksiya, rigillar, kolonnalar turishi, shuni anaqasini пониманияsi yo'q edi. Keyin injenerniy понимание yo'q edi. Shaxtalar, suv qanaqa ketadi bunaqasi. Yo'q, unaqa ma'noda demoqchi emas edim. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsa, bilamiz, biz ham loyihada ko'p qatnashganmiz. U yerda nima bo'ladi? Ko'proq mijozga quloq solib xatolikka yo'l qo'yiladi-da. Shunaqa narsa bo'lganmi hayotingizda, bu proyektlar davomida mashina bekorga qilmasam, o'zimnikida tursam bo'lar ekan degan. Boshida shunaqa proyektlar bo'lgan, lekin men doim harakat qilardim, tushuntirib, ana qilib, boshida bir proyektlarda studentlik paytimda qilganimda klient gapini eshitib qilganman masalan. Lekin o'sha payt ham baribir harakat qilganman. Tushuntirish, yo'q, men bunaqa qilish kerak. U совсем agar klient tushunmasa, agar o'ziga tursa agar qilardim. Lekin hozir shunaqa vaziyatlar kam. Endi ozgina arxitektura to'g'risida gaplashsak, arxitektura umumiy birinchi tushunchasini bersaydi. Arxitektura sizni falsafangizda bu san'atmi yoki texnik yechim, iqtisodmi yoki siyosat? Bu sintez, bu именно shunaqa nuqtaki, shu точный nauka bilan gumanitarniy nauka anaqasi, пересеченияsi. Bu masalan ko'p arxitektorlar bor texnik tomondan juda zo'r, lekin ijodiy ko'rinishlari yo'q. Yoki nabarot bor. Kreativniy bolalar bor, lekin tushunmaydi texnik tomonlarni. Shu hunar shu bilan qiziqki, ham texnический anaqa bilimlar bo'lish kerak, ham kreativniy bilimlar bo'lish kerak. O'shanda qanaqadir zo'r rezultat bo'ladi. Toshkent arxitekturasi to'g'risida gaplashsak, sizga eng yoqadigan bino Sovet paytidami, undan oldinmi yo bundan keyinmi? Toshkentda ochiq aytish kerak, yaxshi binolar kam, meni fikrim bo'yicha. Afsuski Toshkent shahri poytaxt bo'lgani uchun
ko'p zararliklarni ko'rgan arxitektura tomonidan. Rossiya imperiya paytida, keyin Sovet paytida ham eski shaharlarni ko'p buzgan, hozir ham buzyapti ko'p narsa. Har bir pokoleniya eski pokoleniyani buzyapti, mana shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Yaqinda Sasha bilan syomka qildik. Restoran kompleks Zarafshan yoqadi. Proyekt Broadwayda turgan bino. Brutalizm. Da, brutalizm, modernizm bu haqiqiy o'zi vaqti uchun zamonaviy bino va juda Toshkentga, O'zbekistonga, butun O'rta Osiyo iqlimiga to'g'ri keladigan, madaniyatiga, iqlimiga to'g'ri keladigan bino. Afsuski, hozirgi kunda o'zini ko'rinishini yo'qotgan. Shunaqa. Masalan, arxitekturani oson yo'li tushunish qanaqa? Masalan, spetsialist fotografiyani yo proyektni ko'rsa agar, u tushunish kerak. Bu bino qayerda joylashgan? Butun dunyoni qaysi kontinentda, qaysi mamlakatda, davlatda va qaysi yillarda yo asrlarda qurgan. Shu ikkita anaqa to'g'ri kelish kerak. Место и время. O'sha binoda bu narsa bor. U o'sha 20-asrning oxirida qurgan, o'sha o'ziniki texnologiyani maksimalni ishlatgan, beton, zamonaviy texnologiyalarni va o'zi anaqa Toshkent iqlimini, O'rta Osiyoni iqlimini to'g'ri ko'rsatgan shu. Naves bo'lishi, Naves, ayvon shimol tomonga qaragan, ayvoni bor, tagida fontani bor, shu narsa. Endi bekorga so'ramadim, nimaga Toshkentdan? Baribir aytganingizdek Toshkentda ko'p xatoliklar yo'l qo'yilyapti. Hozirgi yosh arxitektorlar qilayotgan eng katta xatosi nima deb o'ylaysiz? Ko'p bunaqa xatolar. Bitta kopировать ko'p narsani qilyaptilar. U tushunish kerak, kontekstni tushunish kerak. Har bitta bino o'zini kontekstga to'g'ri tushish kerak. O'sha lokatsiyaga to'g'ri tushish kerak. Prosta qanaqadir chiroyli obrazetsni olib, kartinkani bitta joyga qo'yish bu to'g'ri emas, to'g'ri kelmaydi. Orientatsiya bo'yicha, masshtab bo'yicha va hokazo. Bu bilan nima demoqchi edim? O'zbekistonda baribir binolar qurilyapti, aytganingizdek ko'p ko'chirishlar bor. O'zbekistondagi eng katta muammo nima deb ko'tarsak bo'ladi degan maqsadda aytganingizdek ko'chirish, kontekstda o'ylamaslik yoki nima deydi, mijozga quloq solib faqatgina o'sha rasmni ko'chirib berish, bu ham asosiy xatolardan bittasi. Shunaqa. Lekin bu ochiq aytish kerak, bu O'zbekiston hozir shunaqa paytdaki, bu rivojlanayotgan mamlakat hisoblanadi. Bu davr o'tish kerak. Bu bilan rus tilida переболеть qilish kerak. Ko'p rivojlangan davlat shu bilan o'tgan 30 yil oldin, 40 yil oldin o'tgan bu perioddan. Biz hozir shu davrdaki, biz hozir shuni o'tib, keyin uje shakllanadi, uje как ham mutaxassislar ham paydo bo'ladi, ham klientlar ham tushunadigan bo'ladi. Bu menimcha hali 5 asosiy maqsad kam xato qilishga harakat qilish. Agar shunaqa hozir ana razvitiya yaxshi ketyapti. Agar shu yo'nalishda davom etsa agar 5-10 yil ichida menimcha uje ancha rivojlanish bo'ladi. Agar qo'lingizda bo'lsa imkoniyat, ya'ni cheklanmagan mablag' bo'lsa, O'zbekiston arxitekturasida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Menga u bitta dardlardan biri bu o'sha eski shaharlar, Buxoro, meni родной shaharimda, keyin Samarqand bor, boshqa ko'p shaharlar, eski shaharlar juda ham ko'p O'zbekistonda. O'sha qadriyatlarni o'zi aholi tushunmayapti. Nafaqat rahbarlar, o'zi aholi ham tushunmayapti. Masalan, eski shaharga borsangiz agar, любой eski shaharga borsangiz agar, odamlar eski shaharda turib o'sha shu uyni qadriyatlarini tushunmaydi. Men shuni almashtirishga harakat qilardim. Chunki bu faqat o'zi aholi emas, bu ham davlat tomonidan, ham aholi tomonidan shunaqa birga ishlash kerak. Kompleksni. Masalan, davlat tomonidan kommunikatsiyani berish kerak. Chunki o'zi eski shaharlarga borsangiz, u yerda kanalizatsiya yo'q. Suv problemasi bor, boshqa problemasi bor. Uni davlat berish kerak. Lekin aholi problemasi ham bor. Aholi o'sha qadriyatni tushunish kerak. Shu tarafda o'ylardim masalan. Qanaqadir programmalar, yaqinda masalan Nurato'ga borib keldim. Juda тоже qiziq shahar, недооцененный shahar. Meni fikrim bo'yicha ko'p turistlar masalan Samarqandga boradi, Buxoroga boradi. U yerga juda kam keladi.
uni o'zini anaqasi bor, Potensiali bor, potensial ochib bersa. obrazi bor. U yerda masalan Samarqand g'isht Buxoro g'isht bo'lsa, u yerda tosh bilan ko'p ishlayapti, lekin ular o'sha tosh qadriyatini tushunmayaptilar. Endi ko'p ular tosh ko'p, ular shuning uchun u arzon material, ular shunaqa podxod bilan o'ylayaptilar. Shu qanaqadir regionalniy masalan sentrlarda, eski shaharlarda kompleksniy zastroyka, restavratsiya qilsa bo'ladi. Menimcha bu qanaqadir zo'r impuls berishi mumkin butun O'zbekistonga. Fikrlash o'zgartiradi odamlarda. Chunki hozir qanaqadir odamlarda boylik paydo bo'lsa agar, u nima xohlayapti? Qanaqadir dvorets xohlaydi, причем yevropeyskiy dvorets, qanaqadir Ludovik dvoretsi. O'zini anaqasini tushunmaydi, qadriyatni, o'zini hovlisini masalan. Shuni almashtirishga harakat qilardim. Zo'r. Aynan mana shu javob kutgan edim, to'g'risini aytsam. Ya'ni aytganingizdek ham davlat tarafdan, ham aholi tarafdan, ham biz arxitektorlar tarafdan umumiy ishlanadigan bo'lsa, potensial juda ham katta. Ko'p narsani ochib berishimiz mumkin. Chet el deymiz, lekin bizadagi qadriyat, bizadagi arxitektura bu dunyoda uchramaydigan o'zini identika bor, o'zini originallik bor. Bu narsani dunyoga ko'rsatsa agar, shunaqa O'rta Osiyoning arxitekturasi potensiali juda boy и hali neraskritый potensial bu. Ko'p narsalar biz o'zi takrorlayapmiz. Agar hozir yangi minora milliycha qurilgan paytida prosta kopiya qilinadi 16-asr. Bunaqa emas. Bu logikani tushunish, uni rivojlanish mumkin. Xuddi Yevropa davlatlarida shunaqa bo'lyapti. Yaponiyada shunaqa. Hozir Xitoy ham juda zo'r rivojlanyapti arxitektura tomonidan. O'zini tarixini izlab zo'r originalligini topib, o'shalarni. Shunaqa potensial O'rta Osiyoda juda zo'r, chunki O'rta Osiyoning anaqasi unikalniy kodi. U masalan Yevropaga o'xshamayapti, Xitoyga o'xshamayapti, Arabistonga o'xshamayapti, Turkiyaga o'xshamayapti. Qizig'i islom davlatlari deymiz, lekin ulardan ham farq qiladigan katta elementlar, shakllar bor. Bizda ishlatishimiz mumkin bo'lgan. Endi shu o'rinda Yangi Toshkent to'g'risida gaplashmasak bo'lmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Yangi Toshkentda nima to'g'ri qilish kerak, nimadan ehtiyot bo'lish kerak? Menga ko'p informatsiya yo'q Yangi Toshkent bo'yicha. Uni как специалист gapirish uchun men uni chuqur ko'rib, lekin men ko'rgan materiallar endi chuqur o'rganmaganman. Как master plan уровнida ko'rganman. Menimcha u to'g'ri направление. То есть men ko'rgan proyekt u unaqa baland binolar kam edi, setkasi zich edi, setka ulic. Пешеходный trafiklarga ko'p ahamiyat bergan, общественный transportga ko'p ahamiyat bergan. Bu keyin zeleный karkasga, zelený zonalarga ahamiyat bergan. То есть u juda ham zamonaviy, to'g'ri bajarilgan master plan. Самый главный anaqa o'sha master plan bilan ishlash kerak. Endi bizda bitta narsa bor, qog'ozda bir narsa bo'ladi, amalda boshqa narsa. Agar boshidan oxirigacha o'sha komanda olib borsa agar, men o'ylaymanki yaxshi natija bo'ladi. Endi buni nimaga so'radim? Baribir hozirgi kunda mana Toshkent havosi ifloslanib bormoqda, qiyin nafas olish, boshqa deymiz. Bu baribir qilingan xatolarning natijasi deb o'ylayman. Shunga nima demoqchiman? Siz nazaringizda bu havoga ta'sir qilayotgan nima arxitektura yoki shaharsozlikda yechimlar borki, o'sha narsalarni qaytarish kerak yoki qilish kerak emas, xato bo'lsa agar? Birinchi o'rinda game plan bo'yicha ishlash kerak. Game plan bu juda fundamentalniy ish. Bu faqat arxitektor ishi emas. Bu ekonomistlar u yerda ishlash kerak, transport xodimlari ishlash kerak u ichida, sotsiologlar. Bu hamma 4-5 tomondan keyin anaqa davlat tomonidan odamlar, xodimlar ishlash kerak. Bitta как strategический dokument u. O'sha strategический dokumentda yozish kerak, prioritetlarni yozadi, o'shaga qarab уже game plan paydo bo'ladi. Shu narsa birinchi o'rinda shu narsa bo'lish kerak. Shuni bajarish kerak. Ishi bilan agar ishlasa agar, bu game plan real ishlasa agar, menimcha xatoliklar kam bo'ladi. Arxitektura to'g'risida gaplashsak ozgina. Baribir nima deydi? Arxitektura to'g'risida yoki shaharsozlik to'g'risida gaplashsak-ku, sekin boshqa anaqamizga o'tsak. Birinchi loyiha boshlaganingizda, har qanaqa loyiha bo'lishidan qat'iy nazar, 3 ta eng asosiy boshlaydigan qadamingiz. Nimadan boshlaysiz birinchi loyihani? Birinchi analiz ketadi, bu обязательно. Izlanish deganimda o'sha lokatsiyani, yerni, qurilish yerini, proyekt loyiha yerini katta masshtabda ko'rish kerak. То есть, masalan, shahardami bu uchastkani shahar masshtabida ko'rish kerak. Keyin o'sha kvartal, то есть mahalla ichida ko'rish kerak. Keyin o'zi o'sha konkret uchastkani
izlanish kerak. Uni связьlari, то есть ko'chalar, katta ko'chalar bilan ulanishi, atrof anaqalari, застройкалар qanaqa, qo'shni tomonlar, u yer жилойmi, necha qavat, qanaqa ko'cha o'zi, transport podyezdlarini, keyin orientatsiyasini, quyosh qaysi tomondan kiradi, chiqadi, havo qaysi tomondan shamol kiradi. O'sha birinchi bu shu faktor. Okey, buni birinchi qadam deymiz ham? Da, bu birinchi qadam. Ha, ikkinchi qadam. Ikkinchi qadam unga qarab уже bu bilan keyin brief qilish kerak. Brief degan bu задание на проектирование. Bu birinchi. Ikkinchi o'shanga qarab zonирование qilish kerak. Zonирование degani o'sha briefda задание bo'ladi, nima taxminan bo'lishini, o'shani trafik bilan bog'lanib, zona bilan to'g'ri zonирование va trafiklarni to'g'rilash kerak. То есть bu masalan kommersiy bino bo'ladimi? Qanday klient kiradi, qaysi zonaga birinchi kiradi, qaysi zonada ikkinchi, uchinchi, qaysi chiqadi, keyin personal qanaqa kiradi, chiqadi, o'sha пересечение bo'lmasligi kerak, personal bilan masalan klient itaydi. Shuni trafiklarni, zonalarni to'g'rilash kerak. Bu ikkinchi. Uchinchisi уже obraz, то есть kreativniy dizayn, то есть to'g'ri zonani qildik, o'shanga qarab уже keyin qanaqadir художественный obraz tanlash kerak. Formasi, o'sha konsepsiyasi qanaqa, видениесі qanaqadir o'sha izlanishga asoslanib shu obrazni topish kerak. Demak, arxitektura degani faqatgina o'sha binoni o'zi emas, atrofi ham analiz qila olishi, umumiy shaharsoz sifatida. Обязательно bu asos, bu asos. Unga asoslanib, keyin bundan уже obraz chiqadi. Bitta gapingiz bor, mijoz kabi o'ylamaslik degan. Shu narsani qanaqa ta'riflab berar edingiz? Endi bu kontekstdan chiqqan gap. Arxitektor endi yaxshi loyiha bo'lish uchun faqat arxitektor emas, bu masalan kommersiy obyekt bo'lsa, yo kommersiy bo'lmasa ham, жилой bo'lsa ham, baribir qanaqadir klient bor. Keyin arxitektor bor. Masalan, общественный binolarda yana uchinchi tomon bor. Bu davlat. Masalan, o'sha uch taraf bor. Masalan, uch taraf o'zini fikrlarini berish kerak. Qaddadir spor ham bo'lish mumkin, bu normalni. Lekin har bitta uch tomonni agar anaqasini inobatga olsangiz agar yaxshi produkt bo'ladi, yaxshi proyekt bo'ladi. Agar arxitektor yo klient tomoniga o'tsa, yo davlat tomoniga o'tsa, u скорее всего yaxshi narsa chiqmaydi. O'sha gapi logikasi shunday edi. Endi Arka Architects shunaqa darajada hozir kunga kelganki, unikalniy deb o'ylayman, boshqa qaytarilmaydigan. Sababi o'zingiz aytganingizdek, milliy element shakllarni zamonaviy holatga, zamonaviy binolarga talqin qila olgan kompaniyalardan bittasi. Yoshlarimiz uchun, yosh arxitektorlar uchun bir o'rnak bo'lishga, bir yo'nalish ko'rsatishga ko'proq nimaga ahamiyat berishsin? Aynan mana shu sizni uslubingiz yoki sizni yo'nalishingizda ishlashni xohlaganlar. Asosan bu izlanish kerak, to есть analiz qilish kerak, analiz. Savol berish kerak doim. Masalan, birinchi menga masalan bolalar keladi ishxonaga, institutdan keyin shuni savollarni beryaptilar. Nimadan boshlash kerak, nima qilish kerak? Birinchi eng asosi yaxshi proyektlarni ko'rish kerak. Bu nasmotrniz deyishadi rus tilida. Yaxshi saytlar bor, o'shanga podpiska qilish kerak. Просто yaxshi dizaynni, yaxshi arxitekturani butun dunyo miqyosida ko'rish kerak. O'sha ko'ziz o'rganadi. Yaxshi dizaynni yomon dizayndan ajralish. Bu birinchi eng oson yo'li. Keyingi yo'li bu yaxshi narsani уже ko'rdingiz. Siz savol berishingiz kerak. Nima uchun? Masalan, shu arxitektor shunaqa proyekt qildi. Planirovkani ko'rasiz, fotografiyalarni ko'rasiz. O'zingizga savol berasiz. Nima uchun shaklini shunaqa qilgan? Nima uchun derazalar bu tomonga qaratgan? Nima uchun material shunaqa ishlatgan? Shu savollar bersangiz agar, shu как упражнение agar qilsangiz agar, har kun sekin-sekin уже tushunasiz. O'sha masalan har kun ishlasangiz agar, bilmadim, bir necha oy, bir yildan keyin уже tushunasiz ko'p narsalarni. Yaxshi proyektni oldingizmi, ochdingizmi, уже tushunasiz nima uchun shunaqa shakl qilgan, nima uchun shunaqa решение topgan. Уже ko'p narsani javoblarini o'zingiz tushunasiz. Masalan, agar o'zimizning arxitektura anaqa bo'yicha gapirsa agar, xuddi shunaqa qilsa bo'ladi. Eng osoni borasiz eski shaharlarda, yurasiz, qaraysiz, o'zingizga savol berasiz. Nima uchun xonlarni shunaqa qurgan? Bunaqa qursa bo'ladi-ku. Bunaqa qursa bo'ladi-ku. Nima uchun shu materiallarni ishlatgan? Уже agar nasmotrnisida bo'lsa agar, международный praktikalarni tushunsangiz agar, uni savollarini ham o'zingiz topasiz javob. Даже anaqa kerak emas, masalan,
qanaqadir ustozlar bu bo'lsa zo'r, lekin o'ziz bunga agar yetsangiz agar undan ham zo'r. To'g'ri, o'zi yetib borsa undan ham yaxshi. Demak, demoqchisizki, faqat milliy arxitektura emas, dunyoni ham kuzatish kerak. Albatta. Har bitta narsani, elementlarni Faqat yaxshi arxitekturalarda. yaxshi Masalan, arxitekturada. самый главный narsa arxitekturaga ta'sir qiladigan bu iqlim. Masalan, Yevropa arxitekturasi ham har xil bor. Masalan, Yujniy Yevropa bu Sredizemnomorskiy arxitektura deyishadi. Bu Ispaniya, Italiya, Gretsiya. Uni agar ko'rsangiz arxitektura boshqacha. Shimoliy Yevropa, masalan, Daniya, Shvetsiya, Norvegiya, Angliya, Gollandiya arxitekturasi boshqacha, chunki iqlimi boshqacha. Materiallari boshqacha. Keyin ko'rasiz, Yugo-Vostochniy Aziya, bu Indoneziya hozir modni bo'lgan, Bali, Indoneziya, Tailand, ularda qish umuman yo'q. Yo'q qish. Temperatura eng sovug'i 15 gradus bo'ladi, 10 gradus bo'ladi. Shuning uchun arxitekturasini ko'rasiz, anaqasi yo'q, masalan, tomi yo'q, ochiq hammasi. Bir klientlar keladi, rasmni ko'rsatadi, aytadi, "Men dam olib keldim, mana shunaqa menga uy qurib bergan." Qanaqa yashaysan? Bizda qishda +50 bo'ladi, +60 bo'ladi yozda. Qishda -30 bo'ladi. Bu to'g'ri kelmaydi bizga. Shuni agar ko'rsangiz agar bu уже Tushunasiz tushunasiz. kerak. Shungacha borish kerak baribir. Bu 2018 yoki 2019-yilda bo'lsa kerak, bir loyiha chiqqan edi, Parkent tumanida toshdan qurilgan. Shu loyiha to'g'risida qisqa bir ma'lumot bersangiz, qanaqa bo'lgan u? Mijoz o'zi xohlaganmi yo Da, bu o'z berganmisiz? da zo'r mijozim bor, ancha birinchi klientlarimizdan biri. U juda qiziqadi nestandart narsalarga. U shu lokatsiyani o'zi topgan. Bu tog'da bir qishloq, Parkentda. U shunaqa joyni topganki, turistlar u yerga yurmasa, shu shahardan nepopulyarniy joy bo'lsa. Qishloq rivojlanmagan, lekin bu как plus rivojlanmagan. Chunki lombos qishloq qo'ygan uylar, shunaqa eski uylar qo'ygan, daraxtlar, o'zi atmosfera Shuni xohlagan. O'rta Osiyo tog' qishloq atmosferasi. Shu joy olgan, o'sha aytyapman-ku, izlanish. O'sha окружение o'zi qishloq anaqa diktovat qilgan, shu bu qishloq atmosferasi va O'rta Osiyo qishloq atmosferasi bo'lishi kerak. Уже mijoz etgan katta uy bo'lmasin, kichkina bo'lsin, nestandartni bo'lsin, o'shanga qarab shunaqa taklif o'zi chiqdi. Relyef edi u yerda, peripad o'sha relyefni ishladik biza. Keyin o'zini o'sha qishloqda toshlari bor va o'zi anaqa O'sha materiali demak, o'sha ustalar bor, bolalar bor, ishsiz bolalar o'sha tosh bilan yaxshi ishlaydigan. O'shalarga ish chiqdi. Tosh maksimalni местный resurslarni ishlatib, местный materiallarni ishlatib shu proyekt chiqdi. Uni logikasi edi, shu manzara, tabiat, shahardan odam, charchagan odam keladi. Unga tinchlik kerak, xotirjamlik, bitta kravat, bitta kichkina studiya, tog'ga qarab dam olish kerak. Перезагрузка qilish kerak. Shunaqa joy. Endi yana bitta loyihangiz to'g'risida gaplashsak, oxirgi endi biza bilgan oxirgi bo'lsa kerak, скорее всего, bu Dr. House degan. Qanaqa Dr. House, Dear House, yes. Dear House-mi? Biz endi doktorlar universitetda doktor deb urib Dear House. Nomi qayerdan keldi, fikri qayerdan keldi birinchi? Bizda o'zi shunaqa odat bo'lib chiqqan. Biz har bir proyektni nomlash. Biz o'zimiz proyektni boshlaganimizda qanaqadir nom beramiz. Bizga ham oson, qanaqadir proyektdan o'zi keyin yengil ketadi. Eng oddiy yo'li biz prosta klient nomini olamiz, initsiallarni, ismi, familiyasini qo'yamiz. Qatqa joyda o'zimiz naming ham berishimiz mumkin, lekin bu proyekt bo'yicha biz standartniy protsedura, biz prosta mijozni ismini, familiyasini olamiz, keyin house yozamiz, shu bilan ketadi proyekt. Bu loyihada nima unikalniy narsa bo'ldi? Boshqa loyihalaringizda bo'lmagan. Bu uylardan hozirgacha realizovan uylardan eng kattasi bizda. Shu endi biz ko'p частный loyiha proyektlarini qilgan uylarni, lekin bu такой полноценный katta uy, как villa desam bo'ladi. 12 sotiq, lokatsiyasi ham yaxshi, bir tomonga такой bog' bor. Bu mahalla cheti, mahalla eng oxirgi ko'chasi, keyin уже bog'lar ketyapti. Shu unikalность, shuning uchun biz masalan 3-etajimizda fitness bor, rooftop bor, o'sha bog'larga qaraydi. Такой pozitivniy bo'ladi. Fitness yurganingizda podvalga kirsangiz agar energiya yo'q u yerda fitness qilishga. U yerga kirsangiz agar katta deraza,
bog'ga manzara, tog' ko'rinyapti, u boshqa energetika уже. Bu полноценный katta uy. Bu такой образ современного узбекского дома. Bu такой katta, hammasi bor ichida, zimniy basseyn bor, fitness bor, kinozal bor, hammasi bor. Такой укомплектованный премиальный дом. Yo'q, nimaga so'radim buni? Talabalarimiz juda ham ko'p savol berishdi-da buni. Qanaqa bo'lgan, proyektni planirovkani ko'rsatishsa, biz ham o'rganaylik deb rosa qiziqishdi-da. Bunaqa podходimiz baribir примерно bir xil uylarga. U Dare House'da ham shunaqa. Bizda ko'cha tomondan, mahalla tomondan arxitektura minimalistichniy. U ko'chadan qarasangiz просто devor, bir ikkita perforimli derazalar bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsa yo'q. Просто как oq qog'ozga o'xshagan narsa. Lekin ichkariga kirsangiz agar asosiy element bu bog', dvorik. U chiroyli landshaft qilamiz, gazon ekamiz, daraxtlar ekamiz. Eng asosiy xonalar o'shanga qaratgan maksimalni katta derazalar bilan odamning hayoti qanaqa o'tadi? Baribir oshxona, living roomda, gostinniy umringiz o'sha yerda o'tadi. Spalniyaga kirasiz, faqat yotasiz, bo'ldi. Поэтому eng asosiy xonalarni, zonalarni biz o'sha bog'ga qaratamiz. Уже технически второстепенный xonalarni уже ko'chaga, boshqa tomonga qaratamiz. Bu asli подход traditsionniy, eskicha подход shunaqa. Oldindan bo'lgan. Ha, eski shaharga yursangiz agar ko'cha tomondan derazalar kam. Praktichески yo'q derazalar. Shuning uchun Yevropadan turistlar, nepodgotовленный turistlar keladi, tushunmaydi. Bu qanaqa uylar, nima? Sizlar rivojlanmaganmi, sizlarda anaqa Devor turibdi faqat. hamma boylik ichkarida. Hamma boylik ichkarida. Bu ichkarida o'sha ayvon qilinadi, terrasa, bezatish, bog' и так далее. Zo'r. Ya'ni loyihalaringizda privatность, Maksimalniy hech qanaqa to'siqlar bo'lmasligi, shunaqa bezbariyerность, privatность ulanib ketishi tashqari bilan. Da, hattoki bitta hovli qilmaymiz biz. Masalan, o'sha katta o'sha Dare House'da masalan bizda birinchi kiradigan hovli bor. Bu как tashqari hovli. Buxoroda hovli berun deyshadi. Keyin ichkarida yana bitta kichkina dvorik bor. U o'sha holga va второстепенный xonalarga nur kirish uchun. И уже katta dvorik bor. Katta dvorik ham ikkita tomondan как бы anaqa ajratilgan, o'rtasida letniy terrasasi bor. То есть 4 ta hovli bor shu xonada. Adashmasam terrasa ham ikkita. Terrasa bir, tepada borda. Bu ham o'ziga xosli. Ya'ni kimdir privatnost xohlaydi, terrasa bitta birinchisida o'tiradi, umumiy joyda yig'ilish xohlasa, ikkinchi terrasani. Shunaqa, chunki ota-onalar bor, bolalar bor. Bir payt bir-biriga xalaqit berish mumkin, shunaqa vaziyatlar bor. Sizda arxitekturada shunaqaki, ko'proq minimalizm, aytganingizdek, o'sha bizadagi qadriyatlarni ishlatasiz. Savol: dizaynda, umuman loyihalaringizda qaysi vaqt bilasizki, yetarli, bo'ldi, bu narsani qo'shish kerak emas, shu joyda to'xtash kerak? Ya'ni minimalizmni chegarasi qayerda? Bu такой tvorческий masala bu. Buni tushunish uchun художественный yaxshi anaqa tushunish bo'lish kerak. Bu juda ham yaxshi savol, chunki ko'p arxitektorlarda bu narsa yo'q. Особенно yosh arxitektorlarda anaqasi ko'p energiyasi. Detal qo'shib bilan Butun anaqani energiyani bitta devorga uradi masalan. Обязательно me'yor bo'lish kerak. Обязательно pauza bo'lish kerak. Bu faqat arxitekturada emas, bu такой kompleksli narsa. Shuning uchun nasmodernost kerak, faqat arxitekturada emas. Shuning uchun yaxshi muzika eshitish kerak, yaxshi kitoblarni o'qish kerak, yaxshi kinoni ko'rish kerak. Chunki uni logikasi bir xil hamma joyda. Muzikani ham agar eshitsangiz, постоянно qanaqadir baland ovozlar chiqmayapti. Buni boshlanishi bor, qanaqadir elementlar bor. Kulminatsiyasi bor, pauzasi bor. Именно shu. Arxitekturada ham shunaqa. Masalan, qanaqadir главный element u 5 ta, 10 ta bo'lishi mumkin emas. U bitta, ikkita bo'lishi mumkin. Qanaqadir dominantmi, nimadirmi, главный element dizayni. Qolgan joyi u как neytralniy bo'lishi kerak. Как yaxshi muzikada, как yaxshi kinoda. Xuddi shunaqa podxod. Yillar davomida yig'ilgan Shunaqa. tajriba. Bu во-первых, qanaqadir baribir boshidan qanaqadir talant bo'lish kerak bunga. Plus yaxshi tushunish bo'lish kerak. Kompozitsiyani tushunish, balans tushunish, kompozitsiya, proporsiya, ritm, shunaqa narsa. Baribir arxitektura asosini yaxshi o'rganmasa,
mehnat qilmasa bu joygacha yetib kelish Da, qiyin. har bir arxitektorda har xil anaqa bo'lishi mumkin подход. Kimdirda через muziku bu osonroq keladi bu tushunish, kimdirda o'zidan через kompozitsiya nimadir bu individual narsa. Endi Arka Architects'ga aytasiz, mana yoshlar keladi, yosh mutaxassislarni baribir olasiz, iloji yo'q. Olamiz, kelamiz. Birinchi ahamiyat beradigan narsangiz, ya'ni yosh arxitektorlardan nima kutasiz, nima so'raysiz? Gaplashasiz, ko'rasiz, qanaqa kiyinadi, qanaqa muzika eshitadi. Bu o'zi ko'p informatsiya o'sha narsa, bu narsa beradi. Qanday yozadi сообщение masalan, u juda ham masalan 80-90% anaqa xodimlar keladigan to'g'ri gap tuzolmaydi сообщениеda, emailda yo telegramda yo голосовой anaqa отправлять qiladi yo tekst yozishi o'zi qanaqadir to'g'ri anaqa qilmagan. Bu mana shu tekst bilan ishlash bu birinchi anaqa nimaga qarash kerak. Ikkinchi shu odam bilan gaplashish kerak. Shu dalish o'zi ketadi. Portfoliosi keyingi masala, oldin o'zini Именно shu. qobiliyati Endi bizni nima harakat qilamiz hozir? Biz ko'proq yosh anaqalarni olamiz, studentlar yo bitirgan xodimlarni tarbiyalash oson. o'zimiz harakat qilamiz. Chunki biz harakat qildik, tayyor specialistlarni olish qiyin bo'lyapti. Uni integratsiya qilish, shu yildan shu yo'nalishdan ozgina ketdik. Bizga hozir shunaqa model bo'lyaptiki, что biz anaqa yosh studentlarni yo yosh bitirgan anaqalarni mutaxassislarni olib, ular taxminan yarim yil, 1 yil ishlaganda уже aniq bo'ladi. Kim rivojlanib ketadi, kim rivojlanmaydi. Buning uchun vaqt kerak edi. Taxminan 1 yil bo'lsa aniq bo'ladi. Rivojlanish bo'ladimi, yo'qmi? Odam o'zi ham tushunadi. Masalan, Maniki emas ekan. ha, 1 yil ishladimi tushunadi. Perspektiva yo'q, o'zingga to'g'ri kelmayapti, u tushunadi. Keyingi savolim endi baribir mutaxassislar bilan bog'liq bo'ladi. Universitetda o'qitilayotgan, lekin amaliyotda kerak bo'lmaydigan, bu narsani bekor qilyapmiz degan. Shu paytgacha tajribangizda kelib chiqqan narsa bormi? Endi men o'zi bilmayman o'zi universitetda nimani. O'zingizdan kelib chiqib agar Bizda shunaqa ko'p edi. Biz paytida, men o'qigan paytida biz даже anaqa emas, даже qanaqadir predmet emas, ustozlardan ko'p narsa bog'liq. Masalan, men o'qigan paytida juda ham ko'p ustozlarda o'zlarida bu qiziqmas edi, bu ustozlik qilish. Qiziqmas, nima uchun bilmayman, просто oylik olish uchunmi yo boshqa narsa qilish uchunmi ishlagan, keladi, kitobni ochadi, o'qiydi, biza yozishimiz kerak bo'ldi. Bu hech kimga nima yozamiz, nima hech kimga qiziqmas bu narsa. Bu hech kim so'ramaydi, savol bermayapti. Критический мышление rivojlanmayapti bunda. Ana zo'r narsa aytdingiz. Поэтому studentlarda ham menga ham qiziqish yo'q edi shu predmetlarga. Men o'ylaymanki, ko'p narsa o'sha domlalardan, ustozlardan bog'liq. Ustozlarga bog'liq. Masalan, bizda bitta anaqa edi, ustozimiz. U birinchi kunga keldi, aytdiki, men anaqa MB qo'ymayman. Endi biz paytida juda ham anaqa edi. Жесткий disiplina. Kelish kerak, agar kelmasangiz отчисление bo'ladi. U aytdiki, "Пожалуйста, xohlamaysizlarmi, kelmanglar. Men 3 qo'yaman, problema yo'q, hech kimga qilmayman." Lekin u juda shunaqa qiziq o'zini anaqani aytganki, predmetlarni hamma kelardi. Hamma kelardi. Просто eshitish uchun. Men ham masalan ochiq aytganda ko'p predmetlarni bormaganman o'zi 3-4 kursdan, lekin shu predmetlarni vaqtni topib borardim masalan. Shu anaqaga. Shu domlaga. Arka Architects anaqasidan ozgina chetlashib ketib qoldik. Dizaynda umuman o'zi loyihalashtirishingizda eng asosiy dushman vaqtmi, budjetmi yoki qanaqadir qarorlarmi? Arka Architects kompaniyasi uchun Bizda endi nima ko'p problema nimadan chiqadi? Klientlar tushunmayapti ko'p narsalarni. Shu bizda anaqa problema bor. Endi biz harakat qilamiz, kommunikatsiya qilib tushuntirish, lekin ko'p emas, kam na samom деле, но klientlar bor shunaqa, yo tushunmayapti, yo o'zini qanaqadir g'oyasi bilan keladi, shuni o'tkazishga harakat qiladi. Shu muammolar bor. Demak, vaqt, budjet, vaqt ham muhim narsa. Endi bizda уже ko'p klientlar осознанно keladi. Осознанно и уже klientlar bor, kim biz уже ancha ishlaymiz masalan. Masalan, yangi klientlar kelsa, ko'pisi tushunmayapti, sroklarni, ketma-ketligini tushunmayapti. Shu vaqt problema bo'lyapti. Chunki ular kelyapti,
aytadiki menga bir haftadan keyin qurilish boshlanyapti, bir narsa beringlar. Bunaqa yaxshi proyekt chiqmaydi bunaqasiga. Sizni nazaringizda universitet qanaqa talabalarni tayinlash kerak? Mana aytdingiz-ku, iloji boricha yosh talabalarni olamiz, bir tajribasi bo'lsa qaytadan qiynalamiz deb. Universitet sizga qanaqa talaba tayinlab bersa to'g'riroq bo'lardi? Kritik мышление bo'lishi kerak talabalarda. Analiz qilish, savol berish, samoorganizованный, samodisciplinirованный. Endi biz o'qigan payt ko'p narsa anaqadan bog'liq edi. Sistemadan, anaqalardan. Universitet shunaqa tayyorlash kerakki, u как student, как личность bo'lish kerak. U как anaqa emas, какой-то единица emas, u o'zi mustaqil shaxs bo'lish kerak. Shu muhim. Agar o'shanaqa Mustaqil shaxs deganingiz mustaqil fikrlash. Masalan, siz zadacha berasiz, u so'ramaydi qanaqa qilish, nima qilish. Zadachani berdingizmi, o'zi analiz qilish kerak. O'zi informatsiya topish kerak, kitoblarni topish kerak. Qanaqadir sizga решение berish kerak. Shuni universitet, chunki уже anaqa universitetdan keyin shu anaqa juda ham kerak bo'ladi. Shunaqa fikrlash. Demak, birinchisi kritik mishleniyani oshirish kerak, ikkinchisi izlanuvchanlik, o'zi topish degan masalasini asosiy qo'yib berishimiz kerak. Da. Baribir universitetda asosiy anaqa bu bilim berish, bu kitob o'qish. Bu обязательно. Bu endi bor, endi ko'pincha universitetlarda bu bor. Shunaqa. Lekin men o'qigan universitetda men aytgan narsa yo'q edi. Shuning uchun men buni aytdim. Yo, uni to'g'ri-yu. Men so'ramoqchi bo'lgan keyingi narsa bu kitob to'g'risida. Baribir talabalarga ham, ko'pchiligiga qiziq. Sizni asosiy stol ustida turadigan kitobingiz, настольная kniga deydi arxitektorlar uchun. Sizda qaysi? Menga to'g'risi shunaqa kitob yo'q, bitta kitob yo'q. Men to'g'risi qanaqadir adabiyot kitoblarini kam o'qiyman, adabiyot. Lekin men naучный, texnik kitoblarni yaxshi ko'raman. Bu perioddan bog'liq. Masalan, bizni kasbimiz nima bilan qiziq? Har xil qiziq proyektlar paydo bo'lyapti. Masalan, o'sha hozir qanaqa menda интересный proyekt bo'lsa, o'sha haqida men ko'p o'qiyman. O'sha yo'nalish bo'yicha. Izlanishli, izlanuvchanlik. Shunaqa. Masalan, biza bilmayman, hozir yaqinda bitta proyektni boshlashimiz kerak Qozog'istonda. Bitta yaqinda Qozog'istonga borganimda bitta kitob menga sovg'a qilishdi. Katta kitob Qozog'iston ornamentlari haqida. Masalan, hozir konkretno shu kitobni o'qiyman. Endi bu o'qigan deganim o'tirib 2 soat o'qimayman, lekin sekin-sekin ko'rib, qisman ko'rib o'qiyman. Balki hozir 1 oy shu tomonda kitoblarni o'qiyman. Bilmadim, 1 oydan keyin boshqa narsa bo'lsa, miyaga boshqa narsa bo'lsa, boshqa haqida kitoblarni ko'raman, topaman, o'shalarni уже izlanib turaman. Talabalarga fikrda shakllanishi uchun yoki aytganingizdek asosni olish uchun qaysi kitoblarni taklif qilasiz? Talabalarga urbanistika haqida kitoblar bor, ularni tavsiya qilaman. Ko'p, o'zi prям название esimda yo'q. Yangi yil bor, masalan, Городlar людей bu Klassika. Klassika bo'lib ketgan. Urbanistika haqida o'qish kerak, chunki urbanistika haqida hozir kitoblar ko'p chiqqan va talabi shunga ko'p bo'ladi, menimcha, o'sha urban sohasiga. Uni nimasi qiziq, u faqat arxitektura tomonidan emas, u yerda ma'lumot, u yerda как раз ekonomika tomonidan, sotsiologiya tomonidan такой разносторонний informatsiya u yerda. Shu haqida o'qish kerak, klimatik arxitektura, passivniy arxitektura haqida o'qish kerak, tarix haqida kitoblarni o'qish kerak. Juda muhim narsa тоже. Tarixni tushunish kerak. Har bitta regionni boshqa regionlarga связьлari bor, влиянияsi bor. Uni to'g'ri tushunish kerak. Uni bilish kerak. Agar bilsangiz, oson uni o'qiysiz. Boshqa davlatga borasiz, u agar o'qigan bo'lsangiz, tushunasiz. Buni anaqasi, bu regionning влиянияsi, buni regionning влиянияsi. Bu arxitektorlarga muhim bu narsa. Arxitektura bir-biri bilan bog'liq. Absolutно. Katta bo'lishidan qat'iy nazar bir-biriga ta'sir qiladi. Yillar ta'sir qiladi, politika, joy, klimat. Zo'r narsani aytdingiz. Urbanistika bo'yicha hozir universitetimizda ham aynan qiziqtirishga harakat qilyapmiz. Обязательно qilish kerak. U juda ham anaqa, yilma-yil bu qiziqish oshiradi. Точно mutaxassislar bunaqa kerak. O'zi ko'ryapsiz, problemalar ko'p. Toshkentda ham, butun O'zbekistonda ham mutaxassislar kam. Sal g'alatiroq savol tuyulishi mumkin sizga. Agar abituriyent bo'lib qolsangiz, o'zingizga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
hali institutga endi kirmoqchisiz. O'sha momentda turibsiz, o'zingizga nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Ko'proq o'qish, fokusni shunga izlanish, ko'proq o'qish. Talabalik paytida bilmadim, bir biznes haqida, boshqa haqida kamroq o'ylash kerak. O'qish kerak. O'zini har bir narxasini vaqti bor. Maksimum, chunki keyin boshqa уже vaqtga o'tsangiz agar o'qishga kam vaqt qoladi, afsuski. Поэтому maksimum shu paytda maksimum informatsiya olish kerak. Zo'r narsa, zo'r insight. Ya'ni pul qilish, hozir loyiha qilishga harakat qilish, bu ozgina turish kerak, ko'proq o'qish kerak, ko'proq izlanish olish kerak, bu накопительный effekt. Keyin kerak vaqtida bu kerak bo'ladi. То есть нужный моментda bu informatsiya kerak bo'ladi. Kerak emas ma'lumotni o'zi universitetda qiyin. Qaytanga hamma ma'lumotni olishga harakat qilish kerak. Shunaqa. Baribir biza universitetda bo'lganimizdan keyin ilmiy ish, tadqiqotlar bu juda ham muhim. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ilmiy ish qilish kerak bo'lsa, qaysi mavzuni juda ham muhim deb hisoblaysiz hozirgi kunda? Значит, urbanistika menimcha. Chunki ko'p anaqa bor, informatsiya, ilmlar bor. Sovet paytida kitoblar bor gradostроительство tomonidan, lekin ular umumiy yozilgan. Yo'q, ular ekonomikasi rыночныйga to'g'ri qilmagan. То есть u hammasi yozgan planoviy ekonomika to'g'risida. Hozir bizda bozor iqtisodiyoti, o'sha bilimlar hozirgi paytda to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun o'sha urbanistika bilimlarini izlanish ko'rish kerak. Ko'p informatsiya bor chet davlatlarda, lekin uni bizni yerimizga aniq qilish kerak, to'g'rilash kerak. Balki qanaqadir bizga yaqin ekonomikalarni, regionlarni topib, ularni anaqani to'g'ri izlanish kerak. Ularni opitni, tajribalarini ko'rish kerak. Shu menimcha juda ham muhim narsa. Keyin o'sha o'zimizni tarixiy shaharlarimizni haqida o'sha renovatsiya qilish haqida menimcha to'g'ri bu katta anaqa направление ilmiy ishlar uchun. Renovatsiya, chunki bizda bor o'zimizniki tarixiy shaharlarimiz и bor o'sha sovet paytida qurgan mikrorayonlarimiz, qanaqadir mahallalarimiz, uni bir-biriga anaqa qilish kerak, связать qilish kerak. Bog'lanish, причем buzmasdan, nima qilmasdan, uylarni buzmasdan, aholini ko'chmasdan to'g'ri yondashuv bo'lish kerak. Именно shu juda katta, bu oldin qanaqadir ilmiy asos bo'lish kerak bunga. Hozirgi kunda universitetda jurnal chiqarishni planlashtiryapmiz. Bu nima jurnal desak, ilmiy ommabop, ya'ni ham professor mana shu ilmiy ishlar qilish uchun yo'nalishi bo'lsin, ham talabalarga qiziq bo'ladigan elementlar bo'lsin. Ko'proq aytganingizdek o'sha insightlar bo'ladimi yoki qanaqadir chizmalar, yangi proyektlar to'g'risida tanishtirishni xohlayapmiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu jurnaldan nima tashkil bo'lish kerak? Ya'ni nimalar bo'lish kerak ichida? Ko'proq hammaga qiziq bo'lishi uchun, muhim bo'lishi uchun, hozirgi kunda jurnal endi ko'proq stolda bo'lib qolganda, ko'proq qiziq bo'lib, hammani qo'liga borish uchun nima mavzu qo'shgan yaxshi? Qiyin savol. Birinchidan yaxshi o'sha kim yozadi, o'sha jurnalistmi kim? Shunaqa odam kerak. Redaktor, u juda muhim narsa. Chunki men statyalarni o'qishni juda yaxshi ko'raman. Afsuski balki bilmayman, lekin menimcha o'zbek tilida juda kam chiroyli, zamonaviy tilda yozadigan yozuvchilar, jurnalistlar. Shuni rivojlanish kerak, qanaqadir balki sizni jurnalist tomonidanmi. Именно zamonaviy tilda chiroyli qanaqadir informatsiya berish, yetkazib berish. Ana men ko'proq endi rus tilida o'qiyman, даже hozir oxirgi paytda rus tilida ham kam bo'lgan shunaqa jurnallar. Hozir men harakat qilaman ingliz tilida o'qish, lekin ingliz tilini hali shuni farqini tushunmayapman. O'sha zo'r yozish bilan, oddiy yozish bilan. Masalan, rus tilida men tushunaman. Qanaqadir gazetani o'qiyman. Endi kechirasiz, axborotga o'xshagan bittasi yozadi. Qanaqadir yozsa agar uni zavq bilan o'qiysiz, masalan, qiziq bilan o'qiysiz. Mana shunaqa odamlarni topish kerak, ularga ko'mak berish kerak. Shunaqa odamlarni topsangiz agar, ular o'zi informatsiya tushunadi, qanaqa qiziq, uni balans qilish kerak jurnalda. Faqat bitta narsa emas, u qanaqadir ham zamonaviy chet eldan axborot bo'lish kerak. Masalan, olasiz, masalan, bilmadim, amerikanskiy jurnalni qanaqadir qiziq statyani перевод qilasiz o'zbek tilida. No, undan yana дополнительно o'zimiz haqida qanaqadir ma'lumot berasiz. Toshkent haqida bo'lgan narsa, Samarqandda, Buxoroda, takoy
hamma narsadan smeshni bo'lishi ozgina kerak. bo'lishi kerak. Tagda buni o'qish qiziq bo'ladi. Zamonaviy anaqa yangiliklarni ko'rdingiz. Ana Toshkentda nima bo'lyapti ko'rdingiz. Qanaqadir yangi proyekt qildi kimdir ko'rdingiz. Nimadir qurdi ko'rdingiz. Qanaqadir выставка bo'ldi ko'rdingiz. Qanaqadir student обязательно kolonkalar berish kerak. Qiziq studentlarga o'zini fikrlarini, просто fikrlarini yozish kerak. Какой-то сумасшедший fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin ularga anaqa berish kerak. Imkoniyat berish kerak o'sha fikrlashga. Arxitektura hozir baribir O'zbekistonda aytganingizdek o'tish davrida yashayapmiz, ko'p narsalar o'zgaryapti. Ozgina arxitektura kelajagi to'g'risida gaplashsak. O'zbekistonni yaqin 10 yilda qanaqa arxitektura yoki nima kutyapti? Arxitektura yoki urbanistika tarafda. Bu narsa juda bog'liq ekonomika bilan. Hozir bizda oldin ochiq aytganda stagnatsiya etapi edi. Ekonomika rivojlanmagan, arxitektura ham shunaqa bo'lgan. Hozir ekonomika rivojlanyapti. Agar rivojlanib shunaqa temp bilan borsa agar, menimcha yaxshi o'zgarishlar bo'ladi 5-10 yillarda. Qanaqadir krupniy, unikalniy studiyalar paydo bo'ladi. Katta studiyalar bo'ladi ular. То есть kichkina как startup studiyalar emas, уже опытный arxitekturniy studiyalar paydo bo'ladi, nomi bilan, reputatsiyasi bilan. Keyin developerlar, katta krupniy reputatsionniy developerlar paydo bo'ladi. U degani qanaqadir уже сообщество bo'ladi, rынок paydo bo'ladi. Yaxshi quruvchilar paydo bo'ladi, yaxshi arxitektorlar paydo bo'ladi, yaxshi klientlar paydo bo'ladi. Shu bilan bu shaharlar o'zgartiradi, arxitektura bo'lib sifatli bo'ladi. Shu bo'lishi mumkin agar ekonomika rivojlansa agar. Lekin afsuski ekonomikada problema bo'lsa agar, bu arxitekturada ham problema bo'ladi. Qanaqadir qiziq proyektlar bo'ladi, bu qiziq proyektlar tochishni bo'ladi. Bitta bu yerda, bitta u yerda, bitta u yerda. Bu umuman anaqa ta'sir bo'lmaydi. Jamoatga, shaharga ta'sir bo'lmaydi. Prosta kichkina qanaqadir bitta qiziq uy paydo bo'ladi bu yerda, bitta bino u yerda bo'ldi shu bilan. Hozir endi kelajak deganimizda hozirgi kunda baribir AI ga ko'pchilik qo'llanilishi, arxitekturada ham qo'llash boshladik. Nima deb o'ylaysiz? AI odamni kasbini olib qo'yadi degan fikrga. Bunga ko'p men anaqa qilmagan spetsialist emas, честно говоря, bu savolga. Lekin bilamanki bizda studiyada bolalar ishlayapti, qanaqadir, bu вспомогательные решениялар. Обработкада yo nimadir qanaqadir изображение. Render yana ham yaxshilashga. Mani tushunishim bo'yicha bu yaxshi instrument вспомогательный, дополнительный zo'r вспомогательный, lekin baribir главный дирижер baribir bu odam, bu bitta instrument, bu bilan ishlashni bilish kerak. Обязательно ishlash bilish kerak. Aynan shuni kutgan edim. AI bu hamma narsani qilib qo'ymaydi, arxitektor degani emas. Bu faqatgina bitta instrument. U qanaqadir nizkiy segmentni olish mumkin, men demoqchiman, qanaqadir tipovoy proyektlarni, lekin baribir qanaqadir высокохудожественный narsalarni baribir odam qiladi. Meni fikrim shunaqa bo'ladi. Arc Architects qanchalik AI o'zida qo'llayapti? Bizda faqat bolalar menimcha o'sha vizualizatsiya paytida ishlatadi. Qanaqadir обработкада, изображение topishlarga ishlatamiz. Asosiy hozir demak birinchi ideya qilayotganda baribir qo'lda chizish, o'sha asosi. Konечный produktni yana ham yaxshilash uchun instrument sifatida qo'llayapsizlar. Endi AI deganimdan keyin baribir instrument dedik. Arxitektorlar uchun eng asosiy 3 ta ko'nikmani sanab bering. Birinchi qo'l bilan chizish. Prям художникка o'xshagan chizish shart emas, lekin masshtabni tushunish kerak. Qalam bilan o'sha qanaqadir kompozitsiyani topish kerak baribir. Menimcha shu birinchi risunik bo'lish kerak. Birinchi navbat. Qo'lda ishlay olishi, qo'lda chiza olishi, his qila olishi, masshtab, proporsiya bu juda muhim. Важный навык bu endi starsh arxitektorlarga, любой arxitektorda bu точно kerak bo'ladi. Gaplashish juda ham muhim. Agar siz rahbar bo'lsangiz agar siz klient bilan suhbatlashasiz agar, bu tushuntirish kerak, to'g'ri gaplashish kerak, g'oyani to'g'ri prezentatsiya qilish kerak. В целом prezentatsiya anaqasi juda muhim. Qobiliyati bo'lishi kerak. Qobiliyati juda muhim, chunki biza anaqa o'sha tarbiya olgan образованияda bunga hech kim e'tibor bermagan. Lekin biza endi bozor iqtisodida ishlayapmiz. Ko'ryapmiz, chet elliklar arxitektor qanaqa ishlaydi. Uning prezentatsiyalari juda boshqa. Bizni chizmalarini ko'rsangiz agar, черно-белый hammasi shtamplari bilan, game plan, u klientga qiziqmas uni ko'rish. Gaplashmaydi.
chet elliklarni ko'rsangiz shunaqa prezentatsiya qiladi. Nima uchun? U zainteresovat qilish uchun. Поэтому u gaplashish deganimda, tushuntirish deganimda bu nafaqat именно suhbat tomonidan gaplashish, balki proyekt tomonidan to'g'ri prezentatsiya qilish. Siz qiziq g'oya qilishingiz mumkin, lekin uni tushuntirishingiz kerak. Yetkazib bermasangiz u qizig'i yo'q. Именно. Bu narsani qabul qilmaydi. Da, uni endi so'z bilan aytsangiz bo'ladi, bu boshqa. Buni именно prezentatsiya qilib tushuntirish kerak. Menga ham alam qilardi, chet ellik kelishardi. Ko'rsangiz 4 ta chizig'i bor. Lekin prezentatsiyani shunaqa darajada qiladi, ya'ni ishontirib ketadi. Biz kechasi bilan bir 30 kun 40 kunlab ishlagan narsamiz bir tiyin bo'lib ketardi. To'g'ri aytasiz. Uchinchisi navik. Bu endi navik emas, bu shunaqa navik desam bo'ladi. Ishni oxirigacha olib borish. Ishni oxirigacha olib borish, chunki arxitektor hunarida juda ko'p vaziyatlar bo'ladiki, shunaqa qolib ketsin, mana shunaqa momentlar. Bu natija ham shunaqa bo'ladi. Biz harakat qilamiz, masalan, bizda rezultat bu proyekt emas, loyiha emas, bu amalda qurish. Juda katta bu anaqa yo'l. Birinchi proyektni boshlaganingizdan ishni qurilayotgan paytida, topshirgan paytida bu 2 yil o'tadi, 3 yil o'tadi, bizda proyektlar bor, 5 yil ketyapti masalan. Har oy shunaqa vaziyat bo'ladiki, siz anaqangiz bor, mayli shunaqa ketsin. Lekin oxirgacha olib borsangiz agar, keyin oxirida hammasiga rahmat deyishadi. E'tiborsizlik bu eng katta dushmanlardan bittasi. E'tiborli bo'lish kerak. Juda ham qiziq bo'lyapti. Keling endi tez savol javoblarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni iloji boricha o'ylamasdan tez javob bersangiz bizga yaxshiroq bo'lardi. Eng yoqtirgan mashg'ulotingiz? Uxlash. Yo'q, ikkita rejim bor arxitektorda-da. Ishlash, uxlash. Bo'ldi. Demak, dam olish uchun ham uxlaysiz. Da. Zo'r. Anaqa yo'q, chunki siz baribir kelasizmi, nimadir o'qiysiz, bu ham как продолжение ish. Kitob o'qiysiz, nimadir izlaysiz. O'zi arxitektor hayoti bu hayot tarzi. U kasb emas, doimiy shu narsa bilan yashaydi. To'g'ri. Orzuyingizdagi loyiha? Kulturniy loyihalar, madaniy loyihalar menga juda qiziq. Bu chunki katta ta'siri bor shunaqa proyektlarda. Shunga qanaqadir muzey, qanaqadir biblioteka, shunaqa loyihalar. Oxirgi marta mana aytdingiz, dunyodagi ko'p loyihalarni ko'ramiz. Oxirgi marta hayajon bilan kuzatgan loyihangiz, ko'rgan loyihangiz? Ko'p shunaqa proyektlar. Har kun men nimadirni ko'raman. Aytaman hozir yaqinda, endi prям zo'r deymanman, lekin juda qiziq proyekt. Ismaili Center ochildi yaqinda Houston shahrida, Amerikada. Bu Ismaili, bu Aga Khan Foundation bor. Ularni binosi. То есть bu kodi, uni musulmonchilik kodi bor. O'sha ko'p elementlarni men o'zim uchun u yerda topdim. Ayvon elementlarini, patologda havzak degan elementlarni juda zamonaviy qilgan. Lekin bu Amerikada zamonaviy bino. Boshqa odam tushunmaydi bu kodi islomskiy bo'lishini masalan. Lekin arxitektor bo'lsangiz agar, uni sразу tushunasiz. Elementlari juda qiziq. 3 ta eng ilhom bag'ishlagan shahar. Menga juda, men lekin bormagan, juda qiziq Eron shaharlari. Isfaxon, Shiraz, Yazd shaharlari. Juda qiziq. G'ishlar bilan asosiy ishlagan uchun. Juda yaqin, chunki bilasizmi, kodlarimiz juda yaqin. Endi shunaqa bo'ldiki, ular boshqa anaqasiga bordi, ular bizga boshqa как бы asrlar ajratib oldi. Juda qiziq shu. Tarix tomonidan ko'rasiz, arxitektor tomonidan ko'rasiz. Ular bunaqa rivojlangan, biz shunaqa rivojlanib ketdik. Shu tomondan qiziq ko'rish. Istanbul zo'r shahar, chunki u yerda har xil madaniyatlar bir-biriga anaqa ulangan. Tarixi boy, 3 ta imperiya poytaxti bo'lgan. Juda qiziq shahar. Har doim boraman, har doim qanaqadir qiziq narsalarni topaman. Yevropa shaharlari juda qiziq va boy, praktически ko'p, juda ko'p. Yaqin bo'lgan shaharlardan Istanbul, Tbilisi, qiziq shahar, Gruziya, Eron shaharlari. Arxitektor, ikkita so'z bilan ta'riflab bering. Arxitektor bu постоянно izlanuvchi odam. Bobur Qilichev 10 yildan keyin o'zini qayerda ko'ryapti? Qayerda bo'lasiz deb o'ylaysiz? Nima bilan mashg'ul bo'laman deb o'ylaysiz? Arxitektura va harakat qilaman urbanistika tomonida ham qanaqadir hissa
kirishga qanaqadir foyda berishga shu tomonga. Именно O'rta Osiyoga urbanistika tomonidan qanaqadir qiziq loyihalar qilmoqchiman. O'zingizni maktabingizni shakllantirish, o'zingizni yo'nalishingizni shakllantirish planlari bormi? Bor. Shunaqa proyektlar qilmoqchi biza. Uni чтобы ingliz tilida impact degan gap bor. Impacti katta bo'lish uchun. Ta'siri katta bo'lish kerak. Aholiga, oddiy aholiga ta'siri katta bo'lish kerak. Chunki afsuski endi shunaqa bozor vaziyatiki, arxitekturda ko'pincha anaqasi baland odamlar keladi. Возможности ko'p bo'lgan boy odamlar keladi. Lekin arxitektor baribir uni anaqasi funksiyasi u jamiyatga foyda berish. Shuning uchun shunaqa harakat qilamiz proyektlarni qilishki, uni jamiyatga foydasi tegsin. Shuning uchun qanaqadir sotsialniy proyekt qilishga, kulturniy proyektlar qilishga harakat qilamiz. Bobur aka, katta rahmat. Vaqtimiz chegaralangan. Agar chegara bo'lmaganda hali ko'p gaplashardik. Kattakon rahmat. Endi ozgina bir xulosa qilib beradigan bo'lsak, demak, talabalarimizga ham, kuzatuvchilarga, arxitektorlarga eng asosiy narsa bu kuzatuvchanlik, kritiskiy мышление. Haligacha men o'zbek tilida tarjimasini topa olmadim bu narsani. Shuning uchun har doim rus tilida gapiraman. Bu kuzatuvchanlik deganimizda hamma narsani kuzatish kerak, asosiy bilimni olish kerak, naviklarni aytganimizdek rivojlantirish kerak. Albatta, mehnat, yana mehnat. Rahmat sizga. Juda katta ishni qilyapsizlar. Shu talabalar bilan ishlash, ular bilan zamonaviy tilda gapirish bu juda muhim narsa. Chunki men talaba bo'lgan paytimda shu ma'lumot juda kam edi. Interes juda katta edi. U informatsiyani zamonaviy преподносить qilish kerak. Shu podkast как раз bunaqa neformalniy bu. Ana bizga galstukimiz yo'q, anaqamiz yo'q, ana suv ichyapmiz, gaplashyapmiz, erkin gaplashamiz. Bunaqa ma'lumotlar, bunaqa podkastlar ko'proq bo'lsa agar, menimcha o'sha hammaga manfaatli bo'ladi. Impakti katta bo'ladi, ta'siri katta bo'ladi. Rahmat katta. Rahmat Kelganingizga.